Farhod bozor yonginasidan 4 xonali xonadonimiz 92.900 ga chiqdi. O'rtoqlar, Chilonzor kelganmiz. 4 qavatli ko'ryapsizlar, g'ishli uyi, 4-etajida hujjatimiz bo'yicha 82 kvadrat metrga ega bo'lgan tayyor xonadonimiz. O'rtoqlar, batafsil uy bilan tanishamiz, oxirigacha ko'ringlar. Do'stlar, asosiy vходной eshigimiz ko'ryapsizlar, прихожный, hol mebellari va har bir xonaga birma-bir kirib tanishamiz. Birinchi bolalar yotoqxonasi ko'ryapsizlar. Buni yonginasida ikkinchi xonamiz, ikkinchi bolalar yotoqxonasi. To'g'riga qaraydigan bo'lsangiz, zal. Anchagina keng, chiroyli, shunaqangi yorug' ranglardan foydalanilgan. Buni yonginasidan kattalar yotoqxonasiga o'tsak bo'ladi, ko'ryapsizlar. Uyimiz перепланировка bo'lgan, o'zgartirish kiritilgan. Xo'p, sanuzulimiz разделный, hojatxona va buni yonginasida hammom. Xo'p, oshxona tomonga o'tadigan bo'lsangiz, ko'ryapsizlar. Kuxnya mebellari naryoqqa, ya'ni verandaga olib chiqilgan, ikkiga bo'lingan. Bu tomon tapchanlarigacha qilib qo'yilgan. O'rtoqlar, uyimiz ikki tomonlama balkon, ko'ryapsizlar, bu tomonda 2/6 balkonlar, naryoqda kichkina balkonlari mavjud. O'rtoqlar, qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Hoziroq aloqaga chiqsanglar bo'ladi.